2026 Chevrolet Cobalt zamonaviy dizayn, samaradorlik va qulaylikni birlashtirgan yangi avlod sedan sifatida avtomobil bozorida katta e'tibor qozonmoqda. Bu model kundalik hayot uchun qulay, iqtisodiy va texnologiyalarga boy avtomobil izlayotgan haydovchilar uchun ishlab chiqilgan. Tashqi ko'rinishida zamonaviy va sport uslub seziladi. Old qismida katta radiator panjarasi, o'tkir LED faralar va aerodinamik chiziqlar avtomobilga yanada jozibali ko'rinish beradi. Yon tomondagi silliq chiziqlar va yangi dizayndagi alyuminiy g'ildiraklar avtomobilning sport xarakterini kuchaytiradi. Orqa qismida esa zamonaviy LED chiroqlar va ixcham bamper avtomobilning umumiy dizaynini mukammal yakunlaydi. 2026 Chevrolet Cobalt kapot ostida samarali va ishonchli dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Asosiy versiyada 1.5 litrli benzinli dvigatel bo'lib, u taxminan 110 dan 120 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu dvigatel kundalik shahar haydovi uchun yetarlicha quvvat va yaxshi yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ayrim bozorlarda 1.3 litrli turbo dvigatel varianti ham mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu dvigatel taxminan 150 ot kuchiga ega bo'lib, tezroq tezlanish va yanada dinamik haydash tajribasini taqdim etadi. Avtomobil 6 pogonali mexanik uzatmalar qutisi yoki zamonaviy avtomatik transmissiya bilan taklif qilinadi. Ichki salon haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan. Salon materiallari sifatli va zamonaviy ko'rinishga ega. Old panel markazida katta sensorli multimedia ekrani joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa haydovchiga smartfon funksiyalaridan oson foydalanish imkonini beradi. Raqamli asboblar paneli esa avtomobil haqida barcha muhim ma'lumotlarni aniq va oson ko'rinishda taqdim etadi. O'rindiqlar ergonomik dizaynga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni saqlaydi. Orqa qismdagi yo'lovchilar uchun ham yetarli oyoq va bosh joyi mavjud. Xavfsizlik masalasi ham 2026